Bugun korrupsiyaga qarshi kurash davlat siyosatining eng ustuvor vazifasiga aylangan. Shu maqsadda viloyatimizda ham ushbu illatning oldini olish, shu jumladan maishiy korrupsiyaga barham berish, unga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Bu borada 30 ga yaqin soha va tarmoq rahbar hamda mutaxassislardan iborat ishchi guruhi tomonidan mazkur yo'nalishdagi ishlar bevosita joyiga chiqqan holda quyi tuzilmalarda monitoring qilib borilmoqda. Urganch tumanida o'tkazilgan o'rganishlar natijalari tegishli mas'ullar va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ishtirokida muhokama etildi. Ishchi guruh o'rganishlari asosan korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan sohalarni tahlil qilish, ulardagi korrupsion omillar hamda byurokratik to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan. Shu maqsadda Urganch tumanidagi ijtimoiy soha obyektlarida o'tkazilgan o'rganishlar va fuqarolar o'rtasidagi so'rovnomalar natijalari batafsil muhokama etildi. Xususan tumanda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish, dori-darmonlar ta'minoti, maktab va bog'chalardagi bo'sh ish o'rinlari ishga qabul qilish jarayonlaridagi ochiqlik, mehnat qonunchiligiga rioya etilishi, o'qituvchilarga to'lanayotgan ustamalarning maqsadli sarflanishi, dars soatlarining taqsimoti kabi bir qancha yo'nalishdagi ishlar aniqlangan kamchiliklar ko'rsatib o'tildi. Kengaytirilgan yig'ilishda ishtirok etgan Adolat sotsial-demokratik partiyasi raisi Robaxon Mahmudova ijtimoiy sohalarda korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish, raqamlashtirish, byurokratik tartiblarni bekor qilish bo'yicha belgilangan choralarga e'tibor qaratdi. Bu borada ishchi guruh tomonidan olib borilayotgan ishlarga baho berildi. Muhokamalarda davlat xizmatlari ko'rsatishda inson omili va qog'ozbozlikni kamaytirish, ishga qabul qilishni ochiq va shaffof o'tkazish, korrupsiyaga yo'l ochadigan omillarni bartaraf etadigan preventiv choralarni kuchaytirish yuzasidan aniq vazifalar belgilandi. Korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish masalasida bugun jamiyat taraqqiyoti va xalqning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xorazm viloyatida tasdiqlangan yo'l xaritasi ijrosi yuzasidan olib borayotgan ishlar ham aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Xorazm viloyati prokurorining birinchi o'rinbosarini yo'l xaritasi ijrosi yuzasidan axboroti tinglandi. Yo'l qo'yilgan kamchiliklar nomma-nom tizim kesimida ta'kidlab o'tildi. Barcha tashkilotlar hamkorlikka chaqirildi. O'ylaymanki, mana shunday yo'l xaritasini ijrosi yuzasidan tanqidiy yig'ilishlar aynan korrupsiyani oldini olishda samarali xizmat qiladi. Ishchi guruh o'rganishlarida aniqlangan mahalla yettiligi faoliyati, mahallalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi bandligini oshirish borasida uchrayotgan korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish bo'yicha ham vazifalar belgilab olindi.